Assalomu alaykum. Mana bugun Bobomurod Hamdamovning vafot etganiga yil sadaqasi berilayotgan ekan, qabul bo'lsin. Bahonada yana ustozimiz, buyuk ustoz Kamoljon Ataniyozovni ham ziyorat qilamiz. Mana shu muqaddas qadamjoda yotgan piri ustoz shahidi aralarning g'arib g'urobo va sag'ir va kabirlarning ham ruhi poklari shod bo'lgay. Alloh rahmatini olgay. Xudoy mana shu ziyorat qiluvchilarga duolari ijobat bo'lgay, tilaklari qabul bo'lgay, sadaqalari ham, ziyoratlari ham qabul bo'lgay. Uzoq umr ko'rib, o'tganlar ruhlarini shod etib, topganlarini yaxshi niyatlarga surtib, murod maqsadlariga yetib yuravergaylar. Amin. Allohu akbar. Endi mana Bobomurod akamning yaqin ukasi shu bo'rachilik buxgalter Bahramjon, o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz hozir. So'zlayman biraz. Yaxshina bugun shu Bobomurod akamning yil sadaqasi bo'lib turgan ekan. Shu rahmatli yat xayri yaxti bo'lsin, iymonlari bar salomat bo'lsin, yat qajarlari yaxti bo'lsin. Hamisha barhayot bu odam bizlar uchun. Uning qo'shiqlari keyingi umrda davom etib turibdi. Yatgan yerlari yarov joylari jannatdan bo'lsin. Kamoljon akam ikkalasini ham buyuk insonlar ikkalasi ham shu nima deymiz? Shulara berilmayan ömrünü ballarına, atkılarına versin ilayim. Hammani yaxshi günlere yetirsin. Ustamızın yatkan yeri yarıq olsun. İlayim joylari cennette olsun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetika ya erhamir rahim. Mana Amidaryalık yazuvchimiz Amidara televizyoniyasining aktiv xodimlaridan birisi Ahmet Nefes qatnashyapti. Ahmetjon aka, o'zingizdan bir fikrlaringizni bildirsangiz. Rahmat. Bobomurod og'amiz o'zbek san'atini butun dunyoga tanitgan inson. Buning san'ati hech qachon o'tib ketmaydi, abadiy bo'ladi. Mana shogirdlar tomonidan ham ijro qilinib, butun xalqimiz orasida davom etib ketaveradi. Bizlar ham shu hamisha shu biz ziyoratga kelib eslab turamiz. Mana Erkinboy og'amizdan Kamoljon og'amizga yozganday Bobomurod og'a to'g'risida ham bir kitob yozishini iltimos qilib qolamiz. Salomat bo'lsin, hammalaringizning ziyoratlaringiz qabul bo'lgay. Hammalaringizga shu Bobomurod og'aning qoldirgan merosidan bahramand bo'lib yurish nasib etsin. Rahmat. Endi men şurada ziyoratga keluvchilarga yaqinroq keling, opaslar yaqinroq turib. Ziyoratga keluvchilarga bir hurmatim, ehtiromim, bu narsani eslatmoqchiman. Mana shu yerda, mana shu meni 1000 shu devorlarni qurilganda men 25 yoshimda edim. Mana shu yerda birinchi kapchada loyni Kamoljon aka Ataniyozovni o'zi boshlab berdi. Bu yer hamma yer sho'rhak bo'lganligi uchun Kamoljon aka prezident oldirib, ana shu devorning atrofida qatilgan loyni prezidentning ustida yasatib oldi. Mana shu yerda Kamoljon aka birinchi kapchani otdi, Qalandar aka Bekmetov usta uni paxsaga qo'ydi. Mana shunda qancha yillar o'tib ketdi. Endi keyin aytaversak, Bobomurod akamni bu yerga kelib qo'nib topishning asosiy nimalaridan birisi avvalambor Alloh subhanahu va taolo, qolaversa o'zining iltimosi, qolaversa mana shu bo'rachilik bir yigitimiz bu mana yonda turgan Bahramjonda ham. Bobomurod akam hayot vaqtlarida undan borib o'zini roziligi bo'yicha bir necha marta kelib shularning joylarini ko'rib, ulamolardan maslahat so'rab, mana shu yerda Bobomurod akam o'zini yotadigan yerlarni ko'rsatdi. Va keyingi vaqtlarda uka sifatida, do'st sifatida borishga harakat qildi. Shuning uchun shu Bahramjon ham ancha-muncha o'zini har ihsonlar bilan qatnashdi. Bugun ham shu yerga ziyoratga keldi. Bunga butun bo'rachiliklar nomidan, Bobomurod akamning ixlosmandlari nomidan, yana va keksalar nomidan minnatdorchilik bildirsak arziydi. Bu yerda juda ko'p odamlar kelyapti. Hammasining maqsadi mana shu ziyoratga kelib ulug' san'atkorlarni ziyorat qilish. Hammangizning ziyoratingiz qabul bo'lsin. Rahmat.
Mana bugungi ziyorat qatnashchilari bu juda katta bir savobli ishga hammangiz bosh urdingizlar. Albatta bu qilayotgan ziyoratingiz Alloh subhanahu taolo deyaganda ijobat bo'lib sizlarga ikki dunyo saodat yo'lida sizlarga hamroh bo'ladi. Tamam. Shuning uchun birinchi navbatda men hozir 86 yoshimdaman. Erkin Allamov Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Bo'rachi qishlog'ida Kamiljon Ataniyozov tavallud topgan qishloqda yashayman. Kamiljon aka birinchi o'qituvchilik qilgan maktabda salkam 40 yillik rahbarlik qildim. Kamiljon aka to'g'risida bilasizlar hammangiz. Kamiljon aka to'g'risida biroz narsalar yozdim. Ataniyoz Oxun va Kamiljon akadan qolgan tarixiy yodgorliklarni ko'pchiligim menda saqlanadi. Ataniyoz Oxundan qolgan joy namozidan tortib boshqa ko'pchilik narsalar. Kamiljon akaning Hindistonga borib kelgan vaqtindagi bergan qumonlari ham menda saqlanadi. Ko'pchilik narsalar menda saqlanadi. Shuning uchun Kamiljon akaning hurmatiga mana shu uning ustozi shogirdi Bomurod aka mana bu yerda keyingi vaqtlarda abadiy konum topdi. Bomurod akaning bu yerda abadiy konum topishining sabablaridan birisi Bomurod aka albatta islom dinidan xabardor bo'lganligini dalolat beradi. Buning asosiy qilib men nimani aytmoqchiman? Chunki men Yusuf Hamadoniy ziyoratgoh to'g'risida kitoblar yozdim. Yusuf Hamadoniyning shogirdlari G'avsul Azzam, Abduqodir Giloniy, undan keyin Ali Said Hamadoniylar Yusuf Hamadoniy atrofida ustozi atrofida abadiy konum topyaptilar. Shuning uchun bu yerda ramziy ma'no bor. Kamiljon akaning yonida uning o'g'li desak ham bo'ladi. Sevimli o'g'li, sevimli farzandi Bomurod akamni abadiy konum topishida ramziy ma'no bor. Bu yerdagi o'zbek turkman do'stlarining yanada nimasi bardoshligi, bir-birini hurmati gavdalanib turibdi. O'zbekistonda, Turkmanistonda borgan, Turkmanistonda, O'zbekistonda kelgan odamlar do'stligimizning ramziy sifatida Kamiljon akamni ziyorat qilmoqqa kelganda albatta Bomurod akamni hurmat qiladilar, ziyorat qiladilar. Bomurod akam bilan men bir yoshdaman. Bomurod akamni 40-yil, men ham 40-yilman. Bomurod akam bir benden 3 aylık oldu. Şunun için bir narsa kalıp gitti ortaklar. Bana bir iltimasım var. Dosyalardan, yukarı teşkilat rahberlerden. Bana 85 yıllık nişanlaşmamız gerekirdi. Nişanlamayın kaldı. Şunun için ilacı varsa helep geçemez. 50 yıl devam kıldırdı. Elbette bunu bir kevrak mı kıyasla radyo, televizyonda bu adam başka yerlerden nişanlasak yana nur isteyen nur boladı. Bana bir yerdeki meşrini kuruluşu olsun hepsini 2 az söz söylep vermek için. Bana şuradaki meşrini kuruluşu bu Şık Şarabata namıga koyuldu. Bu Kamiljon akamning 100 yillik yubiley şarabetinde kuruldu. Şık Şarabata'nın esası kabri Könevirgen işte. Lekin Kamiljon aka mana shu yerda ana shu birinchi masjidni qurgan Kamiljon Ataniyozov. Ana shuni izinden keyin bu masjidlar qaytadan qurildi. Endi bir obodonlashtirilyapti. Mana bu yerga bu imorat bu qabristonni obodonlashtirishda juda ko'p insonlar, sizlarning farzandlaringiz ko'pchilik odamlar juda katta xayr saxovat ishlarni olib bordilar. Shuning uchun men Kamiljon akani yurtdoshi bo'lganligim sababidan ham yoshim ancha yashab borib qolganligi sababidan agar sizlar rozi bo'lsangizlar, sizlarning bolalaringizni qilgan xayr ihsonlari, o'zingizni qilgan xayr ihsonlaringiz, Bomurod akamga bo'lgan mehr muhabbatlaringiz yo'lida barcha qilgan xayrli ishlaringiz Alloh subhanahu taolo qaytsin deyman. Yuqorida qilgan qanday ishlar qilgan bo'lsa, kim qanday ishlar qilgan bo'lsa, Alloh taolo ularni qilgan xayr ihsonlarini, saxovatpesha ishlarini ikki dunyoda saodat qilib qabul qilgan bo'lsin. Bugungi ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Bomurod aka tinch yoting, sizni izlab keluvchilar hali endi boshlanadi. Sizga oxiratga qadar sinomingiz o'chmaydi. Chunki Bomurod aka Kamiljon akaning shogirdi bo'lish bilan birga Bomurod aka Kamiljon bo'laman deb harakat qilmadi. Kamiljon aka bo'lib ashulama aytmadi. O'zi Bomurod aka Kamiljon akada o'rganish jarayonida Bomurod aka o'zida maktab yaratib ketdi. Bomurod akamning uslubi uning maktabi Kamiljon akanikidan farq qiladi. Lekin baribir Kamiljon aka ustozligi chaqaladi. Shuning uchun tinch yoting. Mana bu ziyoratlaringiz hammasi qabul bo'lsin. Sizlarning esingizda qolgan bolalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hammangizga ming marta rahmat. 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 Rahmat.
Ben Babamrat akemni kechirasiz hayotlik vaqtida birga borib ilab bolasi hayot shu kitob yozish to'g'risida bir patiyasini oldim. Sizlar televideniyada ko'rgansizlar buni. Iloji boricha hozir davom qildirib turibman. Mendan burungi yozgan odamlar ham yozar. Men ham qo'limdan kelgancha shuni bir ömür Xudoyim ömür bersa yozarman. Rahmat sizlarga shuncha yaxshi bildirdingiz. Bugun yana ustozimizning yil sadaqalari ekan. Xudoyim qabul bo'lg'ay. Hammangizning ziyoratlaringiz qabul bo'lsin, murodlaringiz hosil bo'lsin. Shamsiddin qabul bo'lsin sadaqalar Xudoyim. Oxiratlari obod bo'lsin ustozimizning. Rahmat. Ustozimiz yat xeyirleri yaktı olsun. Cayları cenneti beyiştir. Rızvanlı Firdevs'in töllerinde olsun. Rahmat. İzleri hayratçılık olsun. Bala çağlarına amallık. Yine bir gün yadlap yılını verip şöyle yine sadaka verip hocolu verip dursalar. Allah Teala muradlarınızı yetesin Hudayım. Ama ustazın yolunu versin hemmemize. Aynı sizlere rahmet. Yine şimdi acayip abad kıldınızlar. Katta rahmet. Sizlere. Sağ boğaysılar. Ulamalardan bir dua kılıp versengizler. Dua. Kanarsak ulama. Ben الذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يكونون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bugünkü bellatgan sahibi sadakalarını Xudayim der yakında kabul etip ötkelerinizi konuşat imanlarını hamrak kılsın Xudayim. Allahümme mahbirli vel velide vel ustaz vel cemmemle müminat vel müslümin müslümat. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben rahmetki ya erhamer Allah'a kabul olsun. Yoldaşları şöyle gelip ziyarete gelip üstüne ziyaretleri kabul olsun. Babamrat akem Şamazan'ı bir de etken alim müminlerine kubullarını Kur'an'ı bilen münevver kılsın. İmanlarını bersalamet harık bu imanlarını bersalamet etke cennete etke Xudayim. Kalgan şehitlerim Xudayim sağ selamet yürüyeyle. Bunları kıyamet açarlar nuriyaga kubullarını. Ahiretlerine avad imanlarını bersalamet etken. Sallallahu teala hayri kalk Muhammeden ashabe ecmein. Elhamdülillahi Rabbil alamin kabul etken. Sizler bizi danıştırıp aytıgan iki söz. Aydın. Kimsiz? Ben ustanı Kaşkadaralik şagirdleri. Kimsiz? Aybek Kuvatov ben. Umurzak Oho. ağamam var. Umurzak Kuvatov bilen birge geldik. Ava kızlarını kütüp aldık nimeden, vokzaldan. Hali Gevharapam diye bir gap geldik. Usta indi bir yaxşı insan edi, her tamallama bir örnekli sanatdayam, fe'lat vardayam. Şu nere barsak indi biz tamamda köpünçe birge yürür edik. Nere barsa meni aytıp koyar edi. Falan joyda xizmatga boramiz deb. Şu nere barsa aytıp şu Kamiljon ustaga bo'lgan mehr muhabbat cheksiz edi ustamni. Juda şu tavsiya qilgandek qilib aytib yurar edi. Endi Allohning xohishi bo'ldimi? Mana endi o'zlari ham shu yerda yaqin bo'ldilar Kamiljon ustaga. Xudoyim oxiratlari obod bo'lsin. Va shu bugungi mana sadaqani berib turgan bolalari ham Faxriddin ham umri uzoq bo'lsin. Gelin bilan bolalaringiz rohatini ko'ring, Xudoyim umringiz uzoq bo'lsin. O'tgan pir ustozlarni barchalarini oxiratlari obod bo'lsin. Joylarini Alloh taolo mehribon jannat nurlar bilan to'ldirib, fonida bilmay qilgan xato kamchiliklarni af edib, o'zi rahmat nosin Alloh jonim. Allohumma taqabbal duo Robbana atunya fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum aziz hurmatli bizlarni ko'pdan aziz og'aylar. Yine Xorazmda nafaqat Xorazm O'zbekistonning buyuk hofizi ustozimiz Babamrat akamning yili. Şu ustazım yatkenleri joylari jannatda olsun, şahitlerine güç kuvvet tilayman, bolalarına, farzandlarına güç kuvvet tilayman. Ben bundan bir Rozayından beri çöp ketip ketmedim. Şunda adam aytdı bu qarashib bo'lmaydi deb ine görsünler yine. Acayip bir ne oldu? Şuna suyam çöpetinde bir Kamiljon ustanikinden suyam ketip ketdik. Bir indi Babamrat akamda Ermenim var. Hindistan'a birinci gitip batırında seferinde ben at kazat verdim şu. Yanımda mandalina çağında. Şu Erman bop kaldı. Vallahi güç kuvvet dilemen. Şahitlerinden güç kuvvet dilemen. Xudoyim yurtimiz tinch olsun. Yaşang. 100 yıllar, 1000 yıllar beri Xudo kalasa şu kılgan işlerin minnetleri duradi Xudo kalasa. Hemmeyce sağlık, selametlik dilemen. Rahmet. Babamrat aka butun hofiz edi bu kishi. Intiluvchan,
men bu kishining Chorjo filarmoniyasida Maya bilan ikkisining duet aytib ishlab yurgan paytini bilaman. Yosh paytlar, u vaqtda indiyska aytar edi bu kishi. O'zbekcha ashula umuman aytmasadilar. Konsertlarda Chorjo filarmoniyasida. Mana qarang, intiluvchanlikni qarang. Ustozning yonina borib, shu ustozni mahkam ushlab, men o'zim necha marta ko'rganman Toshkentga borganda. Endi bu kishi o'zining ustida ishlab, ustalarning xizmatini qilib, hurmatini qilib, Fatihasini olib, shu voqaga yetib, Bobomurod Hamdamov o'zi bo'lgan emas buni. Buni o'zi bo'lmaydi. Shu uchun yatqinlar yaxti bo'lsin. Mening eng qadrdon do'stim, bir-birimizni juda hurmat qilar edik. Shu uchun iymonlari hamroh bo'lsin, yatqinlar yaxti bo'lsin. Mana farzandlarini uzoq umr tilaymiz. Mana davomchilari, shulardan Xudo xolasa davomini bulardan kutamiz Xudo xolasa.